hurmatli fuqarolar, bugungi uchrashuvimiz Agrobank Qo'shg'ot filiali tomonidan tadbirkorlar va fuqarolar va ularni qiynayotgan masalalar, bank sohasi, bankdan tashqari sohadagi amalga oshirilayotgan ishlarida to'sqinlik qilayotgan muammolar yuzasidan uchrashuv bo'lib o'tadi. Bu uchrashuv bo'yicha bank sohasida kredit qanaqa kamchilik yo'nalishda muammo, taklif, masala bo'lsa, asosan bugun Agrobank tomonidan ajratilayotgan kreditlar va asosan mahalla bank yo'nalishi bo'yicha fuqarolarni o'zini o'zi band qilish, ya'ni aholini tadbirkorlikka jalb qilish, orqali ishsizlik darajasini pasaytirishga qaratilgan dasturlar doirasida ajratilgan kreditlarimiz bor. Bu biznesga birinchi qadam loyihasi dasturida ikkita yo'nalishimiz bor. Ya'ni bu biznesga birinchi qadam, ya'ni 5 million so'mlik biznesga ko'mak 17 million so'mlik hamda mahalla loyihasi dasturi doirasida ajratilayotgan 50 million so'mlik kreditimiz bor. Bundan tashqari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan subyektlarga 312 sonli qaror asosida ajratilayotgan kreditimiz bor. Ya'ni 300 million so'mgacha, 100 million so'mlik garovsiz, ta'minotsiz, 100 million so'mlik yuqorisi bank kredit siyosatiga asosan garov ta'minoti asosida ajratiladi.